Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan yana bir kunlik ish faoliyatimizni sizlar bilan yana ko'rsatishda davom etamiz. Albatta sizlar bilan Rahmatilla Sharipov bizni kuzatishda davom eting. Albatta qiziqarli bugun videolarni sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Mana bugun sizlar bilan mashinani, mana shu mashinada mana shu bilasizlar, kanal ko'rsatganman. Kanal tunikadan har xil ahvolandirmani ishlab chiqaradigan, mana tunika ishlab chiqilyapti hozir. Tunikalarni mana shu qirqib tayyorlab beradi. Mana shu mashina juda ham ajoyib, juda ham qiziqarli. Mana shu fabrikada ish faoliyatini olib boramiz. Juda ham qiziqqanlar uchun, mana sizlar uchun mana shu fabrikada ishlash jarayonimda sizlarni e'tiborlaringizga havola qilyapman. Hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, bugungi Turkiyada yana bir videolarimizda sizlarni e'tiborlaringizga havola qilyapmiz. Albatta tomosha qilib, qo'llab-quvvatlaysizlar. Hurmatli obunachilar, har bitta videongizni iloji bo'lsa har bitta fikringizni yozishingizni so'rab qolgan bo'lar edim. O'z fikringizni yozib qoldiring. Albatta bundan-da qiziqarli videolar qo'yib boramiz. Mana mashinani ishlash jarayonini ko'rib turibsiz. Mana shu mashina tunikalarni kesib beradi. Mana tunika kelyapti, 80 lik list kesib chiqarib beradi. Bilasizlar, kanal deydik, esingizda bo'lsa, kanalda ham mana shu mashina ishlab chiqarib, qonla aylantirib chiqarib beradi. Albatta tomosha qilib, qo'llab-quvvatlab, bundan-da qiziqarli videolarni albatta sizlarning e'tiborlaringizga havola qilamiz. Tomosha qilingizlar. Xo'p, undan tashqari hurmatli obunachilarimiz, Turkiyada ishlashga borsak bo'ladimi deydigan savollaringizga qisqacha qilib javob berib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, hozirgi paytda bilasizlar, Turkiyada dokument bermayapti. Kimlik, o'tama izim, chalishim izim va boshqalar hozirgi paytda ko'p berilmaydi. Shuning uchun ham ko'pchilik kelganlar 3 oydan keyin qochoq bo'lib qolib, men nima qilib qo'ydim, endi nima qilaman deb haligi bo'lyapti. Sababi 3 oyda oyligingiz ko'tarilmaydi. Hozirgi paytda eng kam ish haqqi askar hujra 28 ming deb belgilangan. 28 ming hozirgi paytda. Birinchi kelgan paytingiz 28 mingdan ish haqqingiz boshlanadi. Keyin ko'tarilib boshlaydi. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, mana shu narsani inobatga olgan holda ishga kelishingizdan oldin to'liq Turkiyani dokument, barcha narsalarni inobatga olib, undan keyin kelishingizni maslahat bergan bo'lar edim. Mana biz mana shunaqa fabrikada ishlaymiz. Mana shunaqa havolandirma deymiz, ventilyatsiya desa ham bo'ladi, havolandirma desa ham bo'ladi. Ko'rib borasizlar. Har galgi videolarimni e'tiborlaringizga havola qilib boraman. Hozirgi paytda bu ishchilarimiz orasida $1000 oladiganlar ham bor. $1000 oladi. Ba'zilar $800, ba'zilar $700, $600, $650, eng kami $600 gacha oladigan bolalar bor oramizda. Ishga qarab olib boradi. Har xil ishlar bor. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, mana shu Turkiyada kelishdan oldin iloji boricha o'ylab, juda ham o'ylab fikr qilmasangiz agar adashishingiz mumkin va undan tashqari qiynalishingiz mumkin. Shuning uchun ham Turkiyada kelishga shoshilmasdan xulosa qilganingiz yaxshi. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli do'stlar, mana bizning yana mana shu bir kunlik ish faoliyatimizni, bir kunlik vlogimizni sizlarning e'tiborlaringizga havola qildim. Sizlar bilan Rahmatilla Sharipov bo'ldi. Keyingi videolarimizda uchrashguncha sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar deb qolaman. Mana shu fabrikada sizlarni mana shu o'zimizni ishlayotgan ish jarayonimizni sizlar bilan video qilib e'tiborlaringizga havola qildik. Albatta bizni qo'llab-quvvatlab, o'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldirasizlar. Sizlar bilan Rahmatilla Sharipov Turkiyadan bir kunlik ish faoliyatimizni ko'rsatdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
keyingi efirlarimizda ham albatta o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Undan tashqari ba'zilar kommentariyaga yozadi, ish bormi deb. Hurmatli obunachilar, bu videoni men kimnidir ish bilan ta'minlash uchun video chiqarmayman. Albatta kimnidir ish bilan ta'minlayman, kel ish topib beraman deyolmayman. Sabab